Assalomu alaykum rahmatulloh azizlar. Andijondan Qirg'izistonning Issiqko'liga sayohatimiz 4-kuni davom etadi. Hozirda biz Manas degan joyga yetib keldik. Gapni muddosi yotadigan bo'lsam, bu yerlarda piyoda yurish ancha-munchasiga emas ekan, chunki internet yo'q, suvlar yo'q. Ikki tomoningiz perival. Mashinaga chiqishga xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham majbursiz ekan. Chunki o'zingiz sog'ligingiz o'zingiz uchun kerak, atrofdagilar uchun kerak emas. Shuning uchun jonni qadriga yetib, sayohatni mashinada boshladim. Tem bo'lib bu yerlar ancha sovuq ekan. Qor